o'rtchoq sutni oldi bile. Shovotda tez tibbiy yordam brigadasiga qilingan hujum yuzasidan rasmiy munosabat berildi. Respublika tez tibbiy yordam markazi filiali Xorazm viloyati markazi xabariga ko'ra 2026-yil 2-fevraldan 3-fevralga o'tar kechasi soat 22:11 da Shovot tumani Maxtumquli mahallasidan 103 qisqa raqamiga voyaga yetmagan bola bo'yicha chaqiruv kelib tushgan. Chaqiruv soat 22:11 da qabul qilinib, tez tibbiy yordam brigadasi 22:30 da kechikmasdan ko'rsatilgan manzilga yetib borgan va bemorga zarur tibbiy yordam ko'rsatgan. Chaqiruv bemorning onasi tomonidan amalga oshirilgan. Shu vaqtda bemorning otasi mast holda uyga kelib, tez tibbiy yordam xodimlariga qo'pol munosabatda bo'lgan va ularni uydan haydab chiqarishga uringan. Keyinchalik ushbu shaxs hovlidagi bolta va pichoq bilan tez tibbiy yordam avtomashinasiga qasddan zarar yetkazgan. Hodisa vaqtida tez tibbiy yordam haydovchisi 102 raqamga murojaat qilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari zudlik bilan yetib kelib, ushbu shaxsni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Mazkur holatda tez tibbiy yordam brigadasining hech qanday aybi yo'qligi, brigada chaqiruvga o'z vaqtida yetib borgani va bemorga to'liq tibbiy yordam ko'rsatgani aytilmoqda. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan tegishli tashkilotlar tomonidan dastlabki o'rganish va surishtiruv ishlari olib borilmoqda.